Shu uchun Xorazmdan kelganman. Biz klinikamizga qaysi kasal bilan murojaat qildingiz? Men bu yerda Durmatjonning bu terapiyasini eshitgan edim. Shuning nida keldik, shu mana nida shifo istab. Yaxshi, Xudoga shukr, Durmatjon yaxshi kutib oldi. Og'rimadimi? Ari chaqtirib davolayotganda Ozgina og'riydi, birpas o'tib ketadi. Yaxshi, ancha yengillashdim. foydalarini sezdingiz? Foydalari juda ham yaxshi. Nafaslarim og'ir edi, yengillashdi mana. Bronxit, yo'talim bor edi. Yo'tallaringiz ham Yo'talim o'tib ketdi, Xudoga shukr. Bu yerda endi nervni siqilish bor edi oyoqlarimda bir tomonimda. Mana endi pastga tushib bir-ikki yurayotirman aylanib. Necha kundan beri yotibsiz? Endi bugun 5 kun bo'ladi. Avalam Xudo, Durmatjonning bu shifolari yaxshi ekan. Tavsiya qilasizmi boshqalarga? Dim tavsiya qilaman. Endi men Xorazmdan kelganman, shuning uchun shu terapiya bor deb eshitgan edim. Keldik. Yaxshi, Durmatjon yaxshi qarayapti. Hamma narsasi yaxshi, ozoda. Tavsiya qilasizmi boshqalarga? Albatta, barcha kelib lichinani olib ko'rishsinlar. Foydalari tegadi, Xudo xolasa.